Assalomu alaykum, qadri baland, qadrdonlarim. Bugun 2026-yilning 29-yanvar sanasida sizlar bilan yana bir bor Maftuna brendi kanalida ko'rishib turganimdan xursandman. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun ikki xil mahsulotdan ovqat tayyorlaymiz. Ya'ni ismaloqli va oshqovoqli xonim qilmoqchiman. Xo'jayinim ismaloq yaxshi ko'radi. Men esa oshqovoqlikni yegim keldi. Shuning uchun ikki xildan ikki zuvoladan tayyorlamoqchiman. Ozma narsalarni to'g'rab oldim. Cho'rkadan buni chiqarib berdi ayam. O'zim to'g'radim. Buni kattaroq to'g'radim, chunki hali bunga ozgina tuz sepib suvini chiqarib olamiz. Keyin eslaringizda bo'lsa agar tog'ga borganimizda mana bunday pidinani terib olgandim, o'shani quritganidek, o'shandan mana bunga solaman. Yana ham ta'mi xushxo'r bo'ladi. Keyin xamirlarimizni qilib olganman. Mana podlivani tayyorlaganman, qip-qizil qilib. Juda chiroyli. Endi piyozlarimizni solib aralashtiramiz. Maftuna brendi kanalini shunchaki obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar, iltimos obuna bo'lib, like bosib kuzatinglar. Bu menga yana ham katta motivatsiya beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, xamirimizni sal kattalashtirib oldim. Ikkita zo'valakka buni 4 bo'lakka mana shuni o'zini ikkita xonim chiqaramiz shundan. Mana shunaqa kattaroq qilib qo'lda kattalashtirib olib keyin uxlovda yoysa oson bo'ladi-da. Bismillahirrahmanirrahim. Bozorda bittasi hazillashib kuladi-da. Umuman deydi, Maftuna opa xamir yoya olmayman deydi. Meni kuzatib turgan bo'lsa kerak, agar shu ikkalamiz yonmay savdo qilardik-da, u hozir Xudo xolasa mana shu kunlarga ko'payishib qoladi. Maftuna opa deydi, umuman xamir yoya olmayman deydi. Har qanday shakl chiqara olaman, lekin dumaloq shakl chiqara olmayman deb kuladi-da. Harakat qil. Oldin men ham xamir yoya olmasdim, hozir yoyaman. Harakat qilsa hamma narsa bo'ladi deb kulaman. Bilmayman deydi, men har qanday shakl chiqara olaman deb kulayapti-da. Shu hozir esimga tushib ketdi. Mana shu kunda tug'ilganlar, ko'payishmoqchi bo'lganlarimizga ham Alloh o'zlari eson-omon yo'l bersin. Osonidan bersin. Allohim xayrlisini bersin. Hamma o'zini yaxshi niyatiga erishsin, ilohim. Bugun juda ham havo sovuq, qor yo'q bo'lsa ham bizda Paxtako'rda, lekin boshqa hamma joyda qor bor. Bizda bitta Paxtako'r territoriyasida qor yo'q. Kecha Toshkentga ham borganimda, Toshkentda ham shunaqa qor zo'r edi. Buni o'zini ikki bo'lakka bo'lib, ikkita zo'valab chiqarsa ham bo'ladi, lekin bu vaqtingizni tejaydi-da. Yana bitta xamir qilib yoyib o'tirmay, bitta katta qilib o'rtasidan bo'lib ikkita xonim chiqaramiz, Xudo xolasa. Hozir men ko'rsataman sizlarga. Hurmatli kuzatuvchilar, mana katta qilib, yuqqagina qilib yoyib oldim. Endi hozir xonimizni tugishni boshlaymiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, juda ham katta xamir qildim. Ustiga yog' surtdim. Endi mana
Oshqovog'imizga oshqovog'imizni solamiz piyoz bilan. İçiga ozgina aralash priprava soldim. Keyin semishka yog'i soldim, hurmatli kuzatuvchilar. Qishni kunida, sovuq kunlarda shunday ovqatlar yesa ham foydali, vitaminlarga boy. Oshqovoqli somsa bor, oshqovoqli mantini ham yaxshi ko'raman. Ismaloq ham yaxshi, faqat bahorda yesangda. Mana hurmatli kuzatuvchilar, endi nachinkalarimizni solib chiqamiz. Yog'ni yaxshi surtib olganman, chunki ichi qancha yog'li bo'lsa, shuncha shirin bo'ladi. Juda katta xamir bo'lib ketdi, lekin voy bu. Mana ichiga ham nachinkasi ko'pgina bo'ladi. Buni ichiga quyruq, charvi solsa ham bo'ladi. Xohishingizga qarab. Men solmadim. Kuzatuvchilar. O'rab chiqamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Dasturxonda o'rasa ham bo'ladi, lekin juda ham katta bo'lganligi uchun qo'lda o'rayman. Yupqa. Endi yana bitta narog'idan o'rab kelamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, yarim dasturxonni o'rab oldim. Solamiz endi buni, hurmatli kuzatuvchilar. Hurmatli kuzatuvchilar, mana tasni solib oldim. Endi ikkinchisini solamiz, ehtiyotkorlik bilan. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'kimizni ham o'rab olamiz. Ana, hurmatli kuzatuvchilar, mana bunisi juda yuqa bo'lganligi uchun biroz evidi.
xamir, lekin mana. Endi qo'yamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, xonimlarimiz hil bo'lib pishyapti. Mana hurmatli kuzatuvchilar, anaqa yopgan edim. Esingizda bo'lsa agar. O'shani ochamiz hozir. Bu sousni o'zi. Yog' solinmaydi ichiga. Mana hurmatli kuzatuvchilar, sousimizni solamiz. Ranglari ham o'sha juda svejiy bo'lib turibdi. Qizil. Ta'mlari zo'r bo'lgan. Zeleni. Ko'pchilik bankalaringizni ham ko'rsating degandi. Bankalarim ko'z tegmasin bunga hech narsa bo'lgan yo'q. Oldin ham hech qachon bunaqa bo'lmagan, otmagan. O'zi holicha yaxshi turadi bankalarim. Mana juda chiroyli. Zelinchalari bilan sos bu somsa xonim mantilarga zo'r ketadi. Ya'ni sisli beli. Onam buni ichiga bodring qo'shsa ham zo'r bo'ladi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, xonimlar juda chiroyli chiqdi. Suzamiz endi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, shunaqa chiroyli xonim endi yupqagina og'zingizda erib ketadi. Juda chiroyli. Juda yupqa. Endi podlivalarni solamiz. Juda chiroyli. Sog' bo'linglar.